Birinchi mavsum yakunida dunyoning eng kuchli chempionlaridan biri hisoblangan Angliya Premyer Ligasida kim chempion bo'ladi? Manchester City chempion bo'ladi degan umiddamiz. Qodir chempion bo'lsa bizga yaxshi, xursand bo'lamiz. Hozir ketayotgan intriga Arsenalda. Intriga yaxshi ketyapti. Baribir Arsenal yaxshi jamoa, stabil o'yin ko'rsatib turibdi, lekin baribir biz uchun Manchester City g'oliblikni qo'lga kiritsa, Qodir ham xursand, butun O'zbekiston uchun yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Ispaniya chempionatida endi biroz noqulay so'rash, hozir javob aniq bo'lsa kerak. Barselona. Hozir ketayotgan Hozirgi ketayotganda ham, boshqa ketsa ham, nima bo'lsa ham Barselona. haligi ertalab soat nechalarda to'g'ri turyapsizmi yo 4:18 degan gaplar bo'lmayaptimi? 4:00 dan keyin? Barsa yaxshi bugun Realda yutib turibdi-ku bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Comeback oladimi? O'zi baribir